ishlayapsan, bu senga birikib turdi. Tetkaga taqalib qolding yoki ringga taqalib qolding. Bu yerdan bu big fist urmoqchi. Shu paytda nima qilamiz? Hozir galma-galashlaymiz, ketdi. Bam, kirdik. Leftga tortib olamiz. Beliga o'tiramiz. Sen shu yerdan urmoqchisan, mana bundan kiraman. Reska quchoqlayman-da uni oyog'iga kiraman. Mana. Reska tortaman, faqat boshinglarni ehtiyot qilinglar. Agar boshinglar godinani o'tirmasdan qilaman desanglar uxlab qolasizlar. O'shaning uchun o'tiraman, mana reska tortaman. Qanaqatga bo'lsa ham tortib ketaveraman. Tushundinglar-a? Hozir shuni o'rganamiz. Любой vaziyatda shuni tortib ketaveramiz. Любой, misol uchun, deylik sizlarga razvorot tepmoqchi, tortib ketaverasan. Любой aynalib urmoqchi bo'lgan narsaga qilaverasan buni o'xshaveradi. 10 oyog'ingni cho'zasan, ha? Chap qo'ling mana shuni tortib ketaverasan. Primerna qaychiga o'xshaydi. Oldi qaychi mana bunday bo'ladi. 10 oyog'ini qo'yib, chap oyoq bundoq. Mana shuni faqat shunga o'xshash narsa mana buni qo'ymasdan qilamiz. Buni o'rniga qo'lni qo'yamiz. Tushundinglar-a? Ketdi.